ey onajon o'ynang bugun siz borsizki baxtim tutib ey onalar o'ynang bugun murodim hosil bo'lishi o'ynang onajon o'ynang murodim hosil bo'lishi Ana kız boy boy, ana kız kellerden, ana kız boy boy. Ana mehmonlarımız hoş geldiniz. Ne yaşayın? Ravshan Normanning o'g'lini kutlaymiz. Chiroyli she'rni siz uchun mana shu farzandlaringiz nomidan o'qib eshittiramiz. Atirguldan qolishmaydi foringiz. Yiroq ketsam tutaverar xumoringiz. Ko'ngli pokim yo'qdir zarra g'uboringiz. Bahorlardan a'losi siz onajonim. Birgalikda ishlaymiz sizniki. Bugungi go'zal oqshom poeziya shodiyona rostdan ham o'zgacha. Onajon, yillar davomida chekkan azoblaringiz, farzandlar uchun sarflagan mehnatlaringiz, tunlarda o'tkazgan beorom tunlaringiz, qolaversa ular betob bo'lganda yonida shifokor bo'lganlaringiz, otajonimiz bilan birgalashib ularning kamu ko'stiga yaraganlaringiz uchun, o'g'il qizlarga joningizdan bir parcha berganingiz uchun, yuragingizni ularga bag'ishlaganingiz uchun, ular Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Otajon yaxshimisiz? Yaxshi kunlar. Baraka bersin Allohim deymizlar. Endi bu safar xonadoningizga sizlarni hajga borganlaringizni, hoji ota, hoji ona bo'lganlaringizni mana shunday chiroyli mehmona davrasida nishonlab turganingizda birgalikda she'rga o'tirish bizga nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin, doimo sog' bo'linglar. Yuzlar bilan yuzlashib yurishda tilakdoshimiz. Endi esa chiroyli tortani kesamiz. Qani, olib kelamiz. To'ylaringizda bo'lmagan. Bo'lmagan to'ylaringizda ushlab turaman. Pichoqni ushlang Jo'ra bobo. Birgalikda